Ushtoy tortilmaganmish qilib, bo'ldi. Aka, sizni mashinangizni arqonda tortmoqchiman. To'g'ri, evakuatorda olib ketsa ham bo'ladi. Lekin ozgina yoshlikka qaytmoqchiman. Ana mashinalar o'chib qolganda, mana shunaqa arqonlarda tortib katta bo'lganmiz-ku. Aka, bitta videoni ko'ramiz, maza qilamiz. Mana tutun sizga ham ko'ryapti. Mashinani prosta mana arqonda tortib keldi-da. Mashina tutab ketdi. Nimadan bo'lyapti bilmaymiz, lekin biz keladigan joyimizga yetib keldik. Avtozon kelganmiz, mashinani motor xadovoyiga mehr bergani. Mana tutayotganini ham, hozirda bo'layotganini bilib olamiz. Okay, motor xadovoyida qilinadigan ishlar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Chiroyli qilib video joylaymiz unga ham. Prosta like bosib qo'yasizlar. Ma'lumot kredit ham ikkita, hammasi zo'r poya aytdi.